O'rta Osiyoda yagona bo'lgan osh muzeyini ko'rsataman. Palov muzeyi Toshkentda joylashgan yagona gastronomik muzey. Bu joy O'zbekistonimizning eng sevimli taomi oshga bag'ishlangan. Bu yerga kelib nafaqat mazali osh yeysiz, balki kirib kelishingiz bilan o'zbek qadriyatlarini, tarixini, madaniyatini ko'rishingiz mumkin. Interyerni har bitta burchagi an'anaviy dekorlar bilan bezatilgan. Bitta tandirda issiq non yopilsa, ikkinchi tandirda somsa yopilyapti. Oshni ham 10 ga yaqin turi bor ekan. Andijoncha devzira oshmi, Qo'qon cho'ngara oshimi, Buxorocha oshi sofiy, Xorazmcha suzma osh, Samarqand zig'ir oshi, Sitora oshini-ku birinchi marta eshitishim. Va albatta oshlar ichida klassika hisoblangan Toshkent to'y oshi. Har bir osh o'zini viloyatida qanday tayyorlansa, xuddi shunday tayyorlanar ekan. O'sha viloyatdagi eng yaxshi oshpazlarni ham olib kelishgan. Mamnaqangi tapchanda, daraxt soyasida suvni shildirashi yu bedanani sayrashini eshitib, mazza qilib palovxo'rlik qilishga nima yetsin? Har bitta osh bir-biridan yaqqol ajralib turibdi. Xizmat ko'rsatish ham a'lo darajada ekan. Narx-navolari kimga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga menyusini tashab qo'ydim. Palov muzeyi Malikal soydan kevrishda Laka kraskaga burilmasdan chap qo'lda joylashgan. Ertalab 11 dan kechki 2 gacha ishlaydi.